O'zbekiston xalq yozuvchisi, iqtidorli adib Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub bo'lgan ushbu 18 ga kirmagan Kim bor asari qissa janrida 1964-yilda yozilgan. Ushbu asar o'tgan asrning 60-yillarida yozilgan o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan sanaladi. Qissa 25 yoshli yozuvchiga o'zbek kitobxonlari orasida katta shuhrat keltirgan. Ushbu mashhur muhabbat qissasini o'qimagan, hech bo'lmaganda nomini eshitmagan kitobxon yoshu qari kam topiladi. Muhabbat, oqibat, adashish va qismat, hayotga intilish va yoshlar xarakterining chiniqishi muammolariga bag'ishlangan bu qissa mana deyarli yarim asrdan buyon yoshlar tomonidan sevib o'qiladi. Yuksak badiiy asar haqqoniy hayot aksidir. Shuning uchun ham o'quvchi o'zini topadi, o'zining aksini ko'radi, hayajonlanadi, quvonadi, yig'laydi, iztirobga tushadi. Bir so'z bilan aytganda, asar qahramonlari bilan yashaydi. Shukur Xolmirzayevning 18 ga kirmagan Kim bor qissasi o'quvchi qalbiga ana shu tarzda kirib boradi. Dastavval ikki yetimning taqdiri birlashishi, Jamshidning onasi bo'lmish Zaynabxonning Tilovning otasi Jalolovga turmushga chiqishi bilan bir-biriga yot, qoni boshqa bolalarning aka-uka bo'lish syujeti orqali Shukur Xolmirzayev o'quvchini voqealar ketma-ketligini sinchkovlik bilan kuzatishga chorlaydi. Garchi qissaning sarlavhasi asarning sevgi, muhabbat haqida ekaniga ochiq ishora qilgan bo'lsa-da, ammo qissaning dastlabki voqealarida ikki ko'ngli yarim bolalarning kechinmalari haqida so'z yuritilgani o'quvchini o'yga to'ldiradi. Yozuvchi qissada urushning insonlar taqdirida qoldirilgan og'riqli iztiroblarini, ayniqsa Muslima buvi obrazi talqinida ochib berishga harakat qiladi. Azaldan xalq orasida o'gay ona, o'gay otalarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lganlar. Ammo bu qissada Shukur Xolmirzayev ushbu so'zlarga salbiy qarashni inkor etib, ularga ijobiy qarash lozimligini ko'rsatib berdi. O'gay ona, o'gay otalardan ham hamisha yomonlik kutish, yo ularni qoralash noo'rinligini xalqimiz orasida garchi tug'ishgani bo'lmasa-da, o'sha aytayotgan o'gay otalar orasida ham mehribon, jonkuyarlar borligini Zaynabxon va Jalolovlar orqali gavdalantirdi.